Hop, davom etamiz. Oddiy kasr hosillarini o'rganishda davom etamiz. Demak, kasrga kirib oldik. Kasrni o'rganib oldik. Kasr qanday kelib qolganini bilib oldik. Hop. Endi oddiy kasr eng birinchi xossasi. Eng birinchi xossasi. Nima dedim? Teng kasr. Teng kasr dedik-a? Endi qarang-da. Oddiy son sifatida qaraydigan bo'lsak, oddiy son sifatida qaraydigan bo'lsak, 7 ga nechi teng? 7. Faqat 7 teng bo'ladi, to'g'rimi? 7 bilan faqat 7 teng bo'ladi. Oddiy sonlarda. Diyorbek, qarab tur. Endi kasrlarda-chi? Kasrlarda oshnalar bir-biriga teng kasrlar juda ham ko'p. Masalan, qarang. 3 taqsim 5 ga biz bu yerdan o'rganib o'tdik shu kasrni. 3 taqsim 5 ga teng kasr yozing desa, uni yozish oson, uni tuzish oson, uni hosil qilish oson. Qanaqa qilinadi? Oshnalar, kasrni yaxshilab ishlayni. Kasrni suratini ham, Muslimbek, suratini ham, mahrajini ham birdan boshqa xohlagan songa ko'paytirsan tengidan. Ko'paytirsan nima bo'ladi? Teng kasr hosil bo'ladi. Birdan boshqa deyapman, ha? Birdan boshqa nechi bor? 2 bor masalan. Tepasini ham pastini ham 2 ga ko'paytiring nechi nima bo'ladi? 6, 10. Demak, oshnalar 3 taqsim 5 bilan 6 taqsim 10 bir-biriga teng ekan. Masalan, siz 3 taqsim 5 ni tepasini ham pastini ham 3 ga ko'paytiring endi. 9 taqsim 15. Oshnalar mana 1, 2, 3 chala kasr bir-biriga teng. Masalan, 3 taqsim 5 ni tepasini ham pastini ham 10 ga ko'paytiring nechi? 30 taqsim 50. 30 taqsim 50. 50. Oshnalar hammasi bir-biriga teng. Hammasi teng bir-biriga. 6 taqsim 10 ham teng, 3 taqsim 50 ham teng. Qo'yilmisizlar? Tushundingizmi? Teng kasr qanday hosil qilinar ekan desa, kasr tepasini ham pastini ham birdan boshqa. Nimaga birdan boshqa? Nimaga bir emas? Birga ko'paytirsa o'zi qaytib kelaveradi-da. Tushundingizmi? O'shaning uchun birdan boshqa bir xil songa ko'paytiraman. Tepasini 3 ga, pastini 2 ga ko'paytirmayman. Bo'ptimi? Xuddi buni nimaga misol qilib keltirish mumkin? Masalan, men tashqaridan endi ro'za bo'lmaganda, tashqaridan bir salafan shokolad olib kirib, agar men mana qotor faqat bu tarafdagilarga bersam, bu yoqdagilar xafa bo'lardi, to'g'rimi? Agar men faqat bu yoqdagilarga bersam, bu tarafdagilar xafa bo'lardi. O'shaning uchun men olib kirgandagi ikkala tarafga ham berishim kerak. Tushundingizmi? Bir xilda. Menga 2 tadan berib turib, menga 3 tadan bersam, baribir xafa bo'ladi. Tushundingizmi? Bu yoqqa 3 tadan bersam, bu yoqqa ham 3 tadan berishim kerak. O'shani singari, oshnalar kasr tepasini ham pastini ham bir xil songa ko'paytirishim shart. Tepasini ko'paytirgan paytim pastini ko'paytira olmasdan qolmayman. Hop, masalan, yana boshqacharoq shart berishim mumkin sizlarga. 3 taqsim 8. Shu kasrni mahrajini 24 ga teng bo'lgan kasr bilan almashtiring deydi. 24 ga ko'paytiramiz. Ha, endi mahrajini 24 qilish uchun nima qilish kerak? 3 ga ko'paytirish kerakmi? To'g'rimi? Endi o'z-o'zidan men buni ham 3 ga ko'paytirishim kerakmi? O'shaning uchun 9. Tushundingizmi? Masalan, qarang yana. Mahrajini 24 ga aylantiring. 4 ga ko'paytiramiz. Nima qilish kerak mahrajini 24 ga aylantirish uchun? Mahrajini 24 ga aylantirish uchun nima qilish kerak? Nechiga? 4 ga. Mahrajini 4 ga ko'paytirish kerakmi? Tepasini ham ko'paytirish kerak. Tushundingizmi? Demak, 24 dan 20. Hamma tushundimi? Kim tushunmayapti? 1 taqsim 12. 24 ga aylantiring. 2 ga ko'paytiramiz. Ha, 2 ga ko'paytirish kerak. Pasti 24 bo'lganda tepasi 2 bo'ladi. Kim tushunmayapti? Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam qarang, yana boshqacharoq savol beraman. Tepasi nechi bo'lish kerak? 21. Dilmurod nechi? Nechi? Aniq 21 mi? To'ppa to'g'ri. Pastni 3 ga ko'paytirdimmi? Tepasini ham 3 ga ko'paytirishim kerak. Kim tushunmadi? Tushundingizmi? Buni oshtalar kasri asosiy xossasi ham deb aytiladi. Nima deylar ekan? Ko'chaga qaragani. O'tayotgan odam dars tugagan bo'lsa ketayotgan. Bizlar darsimiz tugamadi. Do'stga deb bo'lsa e'tiboringni. Hop. Kasr qanaqa xossasi ekan bu? Kasr teng kasr.
Kasrning asosiy xossasi ekan. Qanaqa xossasi ekan? Asosiy xossasi ekan. Kelishdimi? Birinchi misolda, kitobdagi birinchi misolda shu kasr asosiy xossasidan foydalanib, ushbu kasrlarga teng 4 tadan kasr yozing degan. Masalan, men yo kasr yozdimmi? Unga teng nechta kasr yozdim? 3 ta yozdimmi? Ya'ni bitta yozib bo'lsa bo'ldi, 4 ta bo'ladi. Xuddi shunaqa qilishni so'raydi sizlardan. 4 ta 5 ta kasr yozib, teng kasr. Nima deysiz? 4 ta 5 ta kasr yozib va mashina olishlar teng kasr topishni olamiz. Ikkinchisimi? Masalan, eng kichkinasi necha masalan 1/2 mi? 1/2. 1/2 tepasini ham pastini ham 5 ga ko'paytirsam 5/10 bo'ladimi? Bu degan qarang, 1/2 ham bor, 5/10 ham bor, a? Ashi kelasi teng. Ashlar bir-biriga yozib qo'yiladi yonma-yon qilib. Shuni singir narsa. Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Teng kasr hosil qilish tushundingizmi? Qarani. Yana bir marta aytaman. Teng kasr hosil qilish uchun tepasini ham pastini ham nima qilish kerak? Ko'paytirish kerak. Bir xil songa ko'paytirish kerak. Hamma tushundimi? Endi qarani. Ikkinchisi. Bu birinchisi edi. Yozma turing. Endi ikkinchisi. Ikkinchisi oshlar. Nima dedim? Qisqartirish. Oshnalar. Eslaymiz. Teng kasr hosil qilish uchun tepasini ham pastini ham bir xil songa ko'paytirish kerak edi. Endi qisqartirish uchun tepasini ham pastini ham bir xil songa bo'lish kerak. Tushundingizmi? Faqat o'sha bo'layotgan seningni bo'linadigan bo'lish kerak. Nima demoqchiman bo'linadigan deb? Masalan, 3/50, 30/50 turibdimi? Oshnalar, tepasi ham pasti ham nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. Yana-chi? 5 ga bo'linadi. Yana-chi? 10 ga bo'linadi. Biz 10 ga bo'lamiz buni. Nimaga 10 ga bo'lamiz? Oshnalar qarang, xo'p 2 ga ham bo'lishi mumkin. 2 ga bo'ling-a. Tepasini ham pastini ham 2 ga bo'ling mana. 15/25. 25 mi? Endi qarang. Endi buni yana qisqartirish kerak-da. Nechiga qisqaradi? 3 gami? Kim 3 dedi? Nimaga? Ha, nimaga 3 ga bo'lib bo'lmadi? Chunki bittasi bo'linadi, bittasi Diyorbek. Yana bir marta Diyorbek desam turg'izib qo'yaman. Nima dedim? Bittasi bo'linadi, bittasi bo'linmaydi. Tushundingizmi? Ikkalasi bo'linadigan son nechi? 5. O'shaning uchun 5 ga bo'laman. 5 ga bo'lsam beyda 3, beyda 5 hosil bo'ladi. Kim tushunmadi? Endi qarang, shuni 30/50 ni eng boshida 10 ga bo'lganimizda tengidan. Unda 3/50 hosil bo'larmidi? Tezroq bo'ladi. 5 hosil bo'larmidi? Xo'p, endi qarang-da. Mana shu biz hozir 10 ga bo'ldik-ku. Mana shu 10 nimani anglatishini aytamiz sizlarga. 10, mana biz bo'lgan 10 suratini ham, mahrajini ham, ya'ni surat bilan mahrajini kubini anglatadi. Tushundingizmi deganimni? Ammo tushundingmi? Ya'ni kasrni qisqartirish uchun, masalan, qisqartirish bilmaysizlarmi? Nechiga bo'lish kerakligini bilmaysizlarmi? Surat bilan mahrajini kubini toping, shuni 30 bilan 50 ni kubini toping, mana shu son chiqadi. Ishonmaysizlarmi? Ishonmasizmi? Qarang. 30 ajrating. 2, 15, 3, 5, 50. 2, 5, 1. Yaxshi. 30 nima degani? 2 ni birinchisi, 3 ni birinchisi, 5 ni birinchisi. 50 chi? 2 ni birinchisi 5 kvadrati. Nima kerak bunga? 3 0-ni qo'yib olish kerak, a? Endi kub b deb ketsam shuni erasizlar. Qaysi birini olinadi darajasi? Kichkinasini olinadi-da. Qaysi biri kichkina? 2 ni birinchisimi, 2 ni birinchisimi? Bittasini olsa bo'ladi. 3 birinchisi, 3 0-si. Aha. 5 birinchisi 5 kvadrat. 5 birinchisi. 2 ni birinchisini ichiga teng? 3 0-ni ichiga teng? 1 ga. 5 birinchisini ichiga teng? 5 ga teng. 2 kere 1. 2 kere 5. 10. Mana nechiydi? Bizda nechi chiqdi? 10. Tushundingizmi? Ha? Hamma tushundimi? Demak, kasr qisqartirish uchun nima ekan?
Nimadan foydalanar ekan? Ekubdan foydalanar ekan. Qachon foydalanar ekan? Bilmay qolsa foydalanar ekan. Tushundingizmi? Agar kasr shuna qarab turib qisqartirishga aqlingiz yetayotgan bo'lsa, qisqartirishing ham mumkin. Tushundingizmi? Kim tushunmadi? Teng kasr qanaqa hosil qilinar ekan? Bir-biriga bir xil sonni ko'paytirish kerak. Birdan boshqa liboy sonni ko'paytirish kerak, tepasini ham, pastini ham. Qanaqa qisqartirilar ekan? Bir xil songa bo'lish kerak. O'sha bir xil sonni qanaqa topamiz? Ekubdan topamiz. Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Bo'ldi shu. Yozib oling. Mavzu tugatdi.